Azizlar, qalaysizlar? Bugun mana ertalabim xuddi shunaqa boshlandi. Qaranglar qanaqa krasotchka bo'lib chiqdim. В общем, ertalabdan krasotka bo'lib chiqqanimning sababi men bugun открытиеga kelishim kerak edi, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra unaqa bo'lmadi. Bundan oldin bunaqa situatsiyalarga srazi nervs qilardim, lekin hozir menga absolyutно nasrat. Shuning uchun tezda Buxoro savdo majmuasiga keldim. Salonga narsalarimni qo'yib, bitta kofe olib, расслабиться qildim. Blogerligim oddiy hayotimga hech qanaqa ta'sir qilmayapti. Qaranglar, bir ikkita noski и tapchka yuboringlar barterga. В общем, soat 2da bitta klientim bor edilar. U kishini narashka bilan qoshlarini terib, chizib berdim. Keyin optiga kirdik, u bu narsalar oldik. Davchani уже pishganini qarang. Kстати, salonimda yangilik pardachalar qo'ydik. Endi oftobcha bizga mishat bermaydi. Ishlarimizni qilib bo'lib, bismillah deb uyga keldik. Uyga narsalarni qo'yib, bankomat kirdik, pul yechdik, keyin pizza zakaz qildik. Uzu marketdan ham narsalarni olib, uyga keldik. Uyda sizlarga ozgina storieslar oldim. Keyin mana bunaqa dastavочка keldi. Qaranglar, sushichalarni har kun yeyishga men tayyor. Albatta, bunaqa vkусняшкаlarni qayerdan zakaz qilganim hammasi storiesimda. Kiringlar, zakaz qilinglar, mazza qilib yenglar. Aytgancha qizlarni ham chaqirgan edim. Yedik, kartacha o'ynadik, ish bilan все. Всем пока.